dafir, menga dunyoda bir nasihat qiling. Shuni nasihat qilingki, umr bo'yi meni esimdan chiqmasin. Qisqagina bo'lsin. Yaxshi gap ikkita bo'lsa, bir-birini bittasi urib yiqitib o'ldirib qo'yadi. Esda qolmaydi. Nima dedi? Bitta gap gapirdi, esda qoladi-da. Yana nima dedilar deydi. Esda qolmaydi. Agar bitta gap gapiring, men umr bo'yi esimdan chiqmasin desa, o'sha aytgan ekanlarki, uzoqqa safarga chiqqanmisan deb. Chiqqanman taqsim. Uzoqqa safarga chiqqan bo'lsang bilasan. Men ham chiqqanman, men ham bilaman o'sha ishni. Safarga chiqqan odam quruq ketmaydi, cho'ntagida pul bilan boradi. Pul bilan borganda begona shaharda odam birinchi bozorni aylangisi keladi. Bozorga kiradi, ko'ziga allanbalon narsalar ko'ziga ko'rinadi. Kerakmi, kerak emasmi, rangi chiroyli bo'lsa olaveradi. Oxiri puli kam qolgandan keyin nonga ham o'ylab ishlatadigan bo'lib qoladi. Behojat narsalarni oladi, lekin pul kam qolgandan keyin hojatiga kerak bo'lgan narsani o'ylab bir tiyinning ustida yumalab oshib boradi. Sabr rasman bilaman-da, shunday narsa bo'ladi-da. Taksiga bilet degan, marshrutkaga bilet degan pulga o'ylab bergis kerak-da. Iloji o'shani bilmasa piyoda ketib borsiz-da. Vaholanki behojat narsalarni olgan. Ha shunday bo'ladi desam, o'xshatgan ekanlar. Bolam, desam dunyoni safariga kelib, bo'lar bo'lmas narsaga qimmatbaho umrni sarflab yubordik, bag'i 1 sekundni ham o'ylab ishlatgan degan ekanlar. 1 sekundni ham ustida yumalab oshib boring, qasarib deyapsan sen. Sana Xudo taolo behuda narsa uchun yaratmagan deb menga shunday deydi. Ich-ichimni teshib olgan odamning gaplari.